Umaqsavdoshlar, bugungi hikoyamiz inson xarakteri turaqsizdir. Burungi zamonda bir podshoh o'tgan ekan. Sha'nu shavkati olamda pur ekan. Davlatiga mag'rur ekan. Ammo taxtiga varislik qiladigan birmi bolasi yo'q ekan. Shunga baliga zar ekan. Podshoh nurg'un sabablarni qilibdi, amal bo'lmabdi. Shundaq bo'lsa-mu, sabab qilishni to'xtatmabdi. Oqibatda baxtli o'n kelib kichik xotinidan bir o'g'il ko'ribdi. Podshohning xushliqi ichiga sig'may, qayriq kecha kunduz to'y tomosha o'tkazib beribdi. Balani boqishga 40 xizmatchi tayinlabdi. Balasiga nima kerak bo'lsa, shuni taqilib beribdi. Ammo o'g'li aqlsiz, do'chcho'ng bo'pti. Podshohning ko'ngli yana g'ash bo'pti. Doim o'yga cho'mib, mendan keyin podshohlikni bu do't o'g'lim qandoqmi qila oladi deb qayg'uribdi. Bu ahvoldan voqif bo'lgan podshohning dono vaziri uningga tasalli berib, maslahat ko'rsatibdi. Podshohi olam, buningdan hech bir qayg'urmang. O'g'lingizga aqlli bir qiz ilib bersak, shu qiz bilan podshohlik qilaveradi. Aqlli qizni qandoq topamiz? Debdi podshoh. Bu ish oson. O'g'lingizga 10 yoshlik o'g'loq, 20 yoshlik bo'ri, 30 yoshlik tulka, 40 yoshlik yo'lbars, 50 yoshlik qo'za, 60 yoshlik tuga bormish, shularni tepib kel, deb xazinadan xohlaganicha pul mol berayli, debdi vazir. Bu maslahat podshohga yarabdi. Vazirning aytganicha o'g'liga heliq ishni topshiribdi. O'g'li ko'chma-ko'cha, shahar yurib, kimki ashu yoshdagi hayvonlarni tepib bersa, qancha desa shunchaga oldiganligini jakarlabdi. Buni anglaganlar hayron bo'lib, "Tova, 10 yoshlik o'g'loq bo'lamdikan, o'chga 10 yoshga kirsa qayrimamdi. Buni qandoq o'g'loq degili bo'ladi? 20 yoshga kirgan bo'rini qandoq bilgili bo'ladi? Xo'sh, endi tulkining 30 yoshga kirganini, yo'lbosning 40 yoshga kirganini, 50 yoshlik qo'zini, 60 yoshlik tugini kim ko'ribdi? Almusoqdan tortib buni hech kim anglagan emas", deyishibdi. Bir ko'chaga borsa, oddiy-sodda kiyingan, ammo nihoyatda kelishgan sohib jamol bir qiz o'tiribdi. Qiz uni ko'rib, "Hey yigit, nima deysan?" deb so'rabdi. Aqlsiz yigit dadasining topshiriqini bayon qilibdi. Qiz ko'p o'ylanib turmasdan yigitga, "Dadangning tepib kel degani o'g'loq, bo'ra, tulka, yo'lbars, qo'za, tuga emas. Bu odam bolasi. Bola 10 yoshga kirganda o'chkining bolasiga o'xshab sakrab o'ynaydi. 20 yoshga kirsa bo'ridek sho'x bo'ladi. 30 yoshga kirganda aqlga to'lib tulkiga o'xshash har qanday narsani biladi. 40 yoshga kirganda yo'lbarsga o'xshash kuchga to'ladi. 50 yoshga kirgan kishi qo'ziga o'xshash yavash bo'lib, o'yin tomoshalarni tashlaydi. 60 yoshga kirganda tuga o'xshash qayerga yetilsa shu yerga mangadi", deb javob beribdi. Buni anglagandan keyin o'g'il otasining qishiga qaytib kelibdi. Podshoh o'g'lidan, "Tepib keldingmi?" deb so'rabdi. Bolasi, "Tepib keldim, ota. Bu deganingiz hayvon emas ekan, odam bolasi ekan. Bu narsalarni menga bir qiz aytib berdi", debdi. Podshoh ichida, "Mana musha qiz aqlli ekan", deb o'ylabdi. Ko'p o'tmay bu qizni 40 kecha kunduz to'y tomosha qilib, o'zining aqlsiz o'g'liga elib beribdi. Shunda qilib, bu qiz eriga zerikmay aql o'rgatib, uni yaxshi ishlarga boshlabdi. Yurtni bir zamon odillik bilan so'rab, olamdan o'tibdi. Hikmat: insonning xarakteri to'liq turaqsiz bo'ladi, lekin bu xil turaqsizlikni cheklam ichida tizginlasang, unumi bo'lmaydi. O'sib yetilish jarayoniga mos holda yetildirsang, o'ylamagan unumlarga erisha olaysan. Uyg'ur xalq cho'chaklari